Xorijiy investorlar Shahrisabz tumani Gelon va Sarchashma qishloqlari orasida tog'-changi kompleks tashkil qilish ishlari boshlangan. Gelon qishlog'ini o'rab turuvchi tog'larda 2,5 kilometr changi trassalar qurish, qishloqdan o'tgan Oqsuv daryosiga sun'iy qor uskunalarini o'rnatish orqali Qashqadaryoga 1 million turist kelish hisob-kitob qilingan. Men albatta minnatdorman bunaqa rejalardan. Miraki turizm zonasida 60 million dollar investitsiya hisobiga 1,5 ming o'rinli 48 ta mehmonxona, mehmon uylari, 1,7 kilometr dor yo'li, 10 kilometr salomatlik yo'lagi quriladi. Bular hisobiga sayyohlar oqimi 6 karraga oshib, yillik 1 millionga yetadi. Shahrisabz shahri va Shahrisabz tumanida turizm klaster tashkil qilinadi. 33 kilometrli Hisorak Gelon va Hisorak Sarchashma yo'li 2 polosali qilib ta'mirlanadi. Chiroqchi Sho'rquduq avtomobil yo'li 30 kilometr ta'mirlanib, Samarqanddan Shahrisabzga qatnov qisqaradi. Natijada Samarqandga kelgan kamida 500 ming sayyohning bemalol Shahrisabzga jalb qilish imkoniyati paydo bo'ladi.